Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Urganch davlat universiteti elektrik texnika va energetika kafedrasi o'qituvchisi Aminov Hamza Muratov. Bugungi mavzuyimiz tarmoq turlari, yuqori kuchlanishli elektr energiyasini uzoq masofaga uzatish va past kuchlanishli iste'molchilarga taqsimlash mavzusi bo'yicha gaplashamiz. Reja, energiya tizim, havo liniyalari, kabel liniyalari, katta uzunlikka ega bo'lgan liniyalar hisobi va transformator, avtotransformator, almashtirish sxemalar, past kuchlanishli taqsimlash tarmoqlari. Energiya tizim, birlashgan energiya tizimi, ya'ni elektr tarmog'ining bog'liq bo'lgan energiya tizimlaridan katta afzalliklarga ega, katta elektr tizimlari ishonchli, xavfsizlik va tizim turg'un ishlashi uchun tuziladi. Bundan tashqari zamonaviy energiya tizim sotish, marketing, nomiy daromad uchun yo'l ochib beradi. Bu yerda energiya tizimi ko'rishimiz mumkin. Energiya tizimi bu yerda ya'ni issiqlik elektr markazi yoki gidroelektr stansiyasi bo'lishi mumkin. Bu yerda esa ko'taruvchi stansiya, yuqori kuchlanishli elektr havo liniyalari va bosh pasaytiruvchi stansiya, transformator, ya'ni TP deb aytiladi. Bu nimada mahalliy tilda transformator punkti va iste'molchilarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu energetika tizimi hisoblanadi. Yevropa va Osiyo elektr energiya ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash elektr chastotali faza o'zgaruvchan tok bilan bajariladi. Bu yerda sxemani ko'rishimiz mumkin. Ikki tarafdan ta'minlanayotgan elektr ta'minot sxemasi asosan bu yerda yuqori kuchlanishli tarmoq va taqsimlash elektr ta'minot sxemasi asosan G1 gaz bo'lishi va issiqlik elektr stansiyalari. Bu yerda yuqori kuchlanishli 220 kilovoltli shinalar, mana 220 shinalar, yuqori kuchlanishli 220 havo liniyalari va transformator, 3 fazali transformator va 35 kilovoltli taqsimlash va stansiyalar va 110 kilovoltli elektr ta'minot sxemasi. Va bu yerda bosh pasaytiruvchi stansiya bu yerda korxonaning ichida joylashgan va uning shinasi va transformator stansiyasi va 0.4 kilovoltli taqsimlash punktlari ushbu sxemada ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda elektr tarmoqlari, elektr uzatish liniyalari podstansiyalar taqsimlash punktlaridan tashkil topgan ko'p miqdorda elektr energiyasi nisbatan uzoq masofalarga faqat yuqori kuchlanishli liniyalar orqali uzatish iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Bu yerda rasmda real nimani ko'rishimiz mumkin. Shuni aytib o'tishim kerakki, Amerika Qo'shma Shtatlarida eng taqsimlash tizimi 12.5 kilovoltni va 24.9 kilovoltni asosiy kuchlanish ishlatiladi. Ba'zi joylarda 34.5 kilovolt ishlatilishiga va ba'zan 4 kilovolt past kuchlanish taqsimlash faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bu Amerikada. Havo liniyalari deb ochiq havoda joylashgan izolyator armatura yordamida tayanchlar yoki muhandislik inshootlarga konstruksiya mahkamlangan simlar orqali elektr energiya uzatish qurilmasi aytiladi. Bu yerda havo liniyalari ko'rishimiz mumkin. Mana birinchi bu anker hisoblanadi. Ikkinchi mana sxemada ko'rishimiz mumkin. Bu ikkita ankerning orasida oraliq tayanchlar joylashtirilgan. O'tish oralig'i deb shunday oraliq aytilaylik, uni bo'shcha havo liniyasi muhandislik ishlotlari yo'llar, kanallar, liniyalar bilan kesishada bo'ladi. Shamol oralig'i esa tayanch shamol ta'siriga o'ziga qabul qiladigan oralig'ga aytiladi. Havo liniyalari o'lchamlari yoruvchi insonlar transformator xavfsizlik qoidalariga bo'yicha o'rnatiladi. Bu yerda havo liniyasi tuzilishi o'lchamlarini ko'rishimiz mumkin. Mana birinchi 0.5 ortish oralig'i 40-50, tayanchlar balandligi 8-9 metr, tashqi o'lcham esa 6 metr. Havo liniyalari sim va troslar. Bu yerda havo liniyalari tuzilishi ikki xil materiallar tashkil topadi. Asosan uni markasi AC degani alyumin staldan tashkil topadi degan. 200 esa uni kundalang kesim yuzasi. Po'lat simlar 550-700 megavat ampergacha katta mexanik mustahkamlikka ega bo'lib, bir tolali hamda ko'p tolali bo'ladi. Havo liniyalari tayanchlar. Yana birinchi oraliq, ikkinchi oraliq, uchinchi oraliq ko'rishimiz. Bu yerda ankerli tayanch boshqa hamma tayanchlar oralig'idagi simlar va troslarni tortish kuchlari butunlay o'ziga qabul qiladi. Burchak tayanch, ularni burilish burchagi.
Simlar anker tayanchga orttirish kuchlarini o'ziga qabul qiladigan izolyatorlar tizimli orqali mahkamlanadi. Vazifasiga ko'ra tayanchlar burchak oxirida o'tilishi transport va tarmoqlangan tayanchlarga bog'ishlanadi. Bu yerda ankerlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda esa oraliq tayanchlarni ko'rishimiz mumkin. Izolyatsiya va liniya armaturalar. Izolyatsiyalar bu muhim rol tutadi. Ikkita nimasi bor, ikki xili bor. Shirtli izolyator va osma izolyatorlardan foydalanadi. Bu asosan elektr energiyani isrofini kamaytirishga katta yordam beradi. Kabellar tuzilishini bu yerda ko'rish mumkin. Kabelni germetik qobig'ga joylashgan, ustiga kerak bo'lganda himoya qoplamasi qo'yilgan bir yoki bir nechta izolyatsiya qurilgan tok o'tkazgichga yig'indisiga aytiladi. Bu yerda kabel ko'ndalang kesim yuzasi ushbu suratda ko'rsatilgan. Kabel izolyator materiallari uchun rezina kabel plazma ishlatib, tuzilishi jihatdan 110 kV undan yuqori kuchlanishli kabel markaziy moy o'tkazish kanali bo'lgan bir simli temirli yoki moy po'lat turbina bo'lgan 3 simli temirli bo'lishi mumkin. Bu yerda moy bilan to'ldirilgan yuqori kuchlanish kabel ko'rsatilgan. Bu yerda esa elektr hisoblash P simon ko'rinishi almashtirish sxemasi qulay bo'lgani uchun RH aniqlash usullari faza joylashganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda T simon va P simon almashtirish sxemalari. Katta uzunlikka ega bo'lgan liniyalar hisobi quyidagi formulalar orqali hisoblanadi. Bu yerda isroflar liniyalar uchun ko'rsatilgan, haqiqiy liniyalar uchun formulalar. Transformator va avtotransformatorlarni sxemalari. Asosan bilasiz, transformatorlar birinchi kuchlanishni ikkilamchi ya'ni ikkilamchi qiymatga aylantirib berishga xizmat qiladi. Bu yerda A belgilanishi G simon almashtirish sxemasi va soddalashtirilgan sxemalarni ko'rishimiz mumkin. Almashtirish sxemasi ko'ndalang shoxobcha, magnitlash shoxobchasiga aktiv va reaktiv o'tkazuvchilar tashkil topgan. Aktiv o'tkazuvchilar transformatorning po'latidan yasaluvchi o'zga magnit bilan hosil qilinadi. Bu yerda uch yo'lg'am transformator va avtotransformator sxemalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda uch yo'lg'am transformator va avtotransformator sxemasi. Bu yerda demak, past kuchlanish taqsimlovchi qurilma. Asosan shahar elektr tarmoqlari bir pog'ona elektr ta'minoti yoki ta'minlovchi tarmoq shahar hududlariga joylashgan. Unga yaqin 35 kV va undan yuqori bo'lishi mumkin. Ikkinchi pog'ona ta'minlovchi taqsimlash SN 6-10 kV erpo'larda joylashishi mumkin. Uchinchisi pog'ona taqsimlovchi tarmoq esa 6-10 kV bu iste'molchilik kirish yoki TP-gacha bo'lish imkonini beradi. To'rtinchisi esa pog'ona taqsimlovchi qurilma NN kuchlanishi 1000 voltga NEM stansiyalarda tashkil topadi. Bu yerda shahar ta'minlovchi qurilish ikki xil yo'nalishda mavjud. 6-10 kV tiplar to'g'risida esa MT shinalar ulanish sxemasini ko'rishingiz mumkin. Mana tizim bu yerda bosh pasator transformator va transformator punktlari va 04 iste'molchilarni ko'rsatish mumkin. Bu yerda ta'minlovchi tarmoq sxemasi magistral tarmoqdan taqsimlovchi tarmoqqa ko'p sonli liniyalar boradi. Bu esa to'qlarning kamaytirish maqsadiga qo'yiladigan ko'p miqdorli reaktorni bog'liq. Bu yerda ko'rsatkichlar iste'molchilarni ko'rsatib, bu yerda esa shinalar va transformator punktlar. 6-10 kV tarmoqlarda kuchlanish shahar tipining stansiya qoida bo'yicha bitta yoki ikkita transformator qilib bajariladi. Bu NEM stansiya transformator 6-10 kV shinalarga quyidagi 3 ta varianti bo'yicha ulanadi. Uzgich orqali, yuklama uzgichi va saqlagich orqali, ajratgich va saqlagichlar orqali bir-biriga ulanadi. Va bunday qurilmalar o'rnatish zaruriyati shahardagi shoxobchalarga tarmoqlarga kelib chiqadi. Bu yerda tarmoq uchastkalariga bo'lish kerak bo'lgan taqdirda uzgich yoki yuklama uzgich o'rnatish imkoniyati beradi. Bu yerda yuklama uzgichlarni ushbu sxemalarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu VN bilan belgilangan. Qizil harf bilan belgilangan bu o'chirgichlar hisoblanadi. Bundan tashqari shahar tarmoqlarida UKPK tarafdan ZAO ayo'llarni sxemasiga tarqalgan ko'p qo'llanilgan yuqori kuchlanish 6-10 kV tarmoqlarda transformator tipi sxemasi ko'pincha ishlatiladi. A1 A2 avtomat normal rejimda o'chirilgan holati 0.38 kV ABR esa avtomatik pavtonlik regulirovka qiladi. Ikkinchi zaxirani qo'shish maqsadida asosan ishlatiladi. TP1 ning PK tarmog'i TP2 dan ta'minlanadi. Sanoat tarmog'i